Biz bugün okuyduğumuz Allah'ınki nihayet güzel ve biz muhtaç bulunduğun her vakit özümüzün acizliğini his kılıp nimiş kılsak olar dep ama insani sebepler tapanmagan vaktimizde peşimizni uradigan bir sıfat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizler nima tilasanglar şunu bermen demedi. Dualarını kabul kılman, dualarını icabet kılman dedi. Bunun deganlik her haftada Allah'ın isimlerini tunuş arkalık Allah'qa bo'lgan tunuşimizni yükseldiriyatimiz. Çünkü biz Allah'ni yaxshi ko'ramiz degan kishilar, Allah'ga ishonamiz degan kishilar, Allah'ga ibodat qilamiz degan kishilar. Ammo bu gaplarimizda azroq masala bor. Allah'ga qilgan ibodatlarimizda azroq masala bor. Allah'ni yaxshi ko'ramiz degan gapimizda azroq masala bor. Ya'ni bu gapimizning tigisal bo'sh. Buning sababini nima bilamsizlar? Bizningki Allah'ga bo'lgan tunuşimiz bo'sh. Biz bir odamni yaxshi ko'ramiz deb turib, u odamni tunimisak qanday yaxshi ko'rildi? Yoki tunimay turib biz bir odamni yaxshi ko'ramiz desek, bu gapimiz sal rost bo'lmasligi mumkin. Hatta bir odamga ishinaman deb turib, u odam tunamsam, yo'q tunamayman desek, tunamagan odam qanday ishinsa deyishing mumkin. Biz hozir hammamiz Allohga ishonamiz deymiz. Allohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Allohni qanchalik tunaymiz, bu hammamizga ayon. Mana bu sababdan iymonimizning tigini to'ldirish, Allohni haqiqiy shaklda tunish uchun har haftada Allohning go'zal ismlari va sifatlarini dars qilyapmiz. Chunki biz Allohni tunigan vaqtimizda ondan keyin Allohga bo'lgan hurmatimiz oshadi. Allohga hurmatimiz oshgan vaqtida, Allohga bo'lgan tunishimiz cho'nqurlashgan vaqtda Allohni yaxshi ko'ramiz. Allohni yaxshi ko'rgan vaqtda ondan keyin Alloh qilgan ibodatlarimiz bizga ig'ir kelmaydi. Masalan, bizningki o'sha jamiyatdami kishilar qilgan hurmatimiz o'xshamaydi. Bir odamga bakroq hurmat qilamiz. Ba'zi odamlarga faqat hurmat qilmaymiz. U odamga hurmat qilmasligimiz, u odamni ko'zga ilmaganligimiz emas, balki tunimaymiz. Masalan, tunimagan odam qaysini hurmat qilsa, hozir bir odam kelib o'ldi demaydi. Hech qaysini hurmat qilmaysizlar. Tunimaysizlar u odamni. Ammo u odamning bir cho'ng bir odam ekanligi yoki yaxshi bir odam ekanligini biladigan bir ikki odam bo'lib qolsa, orangda undan qopib kurashib, unga boshqacha bir hurmat ko'rsatishi mumkin. Demak, bizning hurmatimiz, yaxshi ko'rishimiz, ishonishimizning tigida cho'qim tunish bo'lishi kerak. Biz tunimasak, ishonganimiz yolg'on, yaxshi ko'rganimiz yolg'on, hurmat qilishimiz hammasi yolg'on yoki qarg'ulachi. Bu qarg'ulachi yaxshi ko'rish, qarg'ulachi hurmat qilish bizni uzoq yerga elib bormaydi. Shuning uchun biz Allohga ishonamiz deydi ekanmiz, Allohga ibodat qilamiz deydi ekanmiz, Allohga hurmat qilamiz, Allohni yaxshi ko'ramiz deydi ekanmiz. Oldin biz ishongan Allohni tunishimiz kerak, so'ygan Allohni tunishimiz kerak, ibodat qilgan Allohni tunishimiz kerak. Bizning bugungi kunimizdagi iymoniy jihatlik ojizlik bo'lsin, amal ibodatga posiqlik bo'lsin, haq-huquqdagi kishilarning haqqidan qo'rqmaslik bo'lsin, axloqiy jihatdagi buzuqlik bo'lsin, bir ishning harom ekanligini bilib turib, uningdan yananmasligimiz bo'lsin, hammasining tagida nima yotadi? Allohni tunimasligimiz yotadi. Agar biz Allohni haqiqiy ravishda tunisak, u vaqtda biz boshqacha bir odam bo'lamiz. Bu Allohni tunimaslik ana shundoq bizni aqidiy jihatda ozg'unlikqa, axloqiy jihatda chirklikka, haq-huquqda kishilarning haqqidan qo'rqmaslikka olib borsa, Allohni tunish taqvodorlik ilib boradi. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bizni eskertip, ilgiri izip ketken Yahudilarınki izip git sebebini bizge bayan qilib qo'ydi. Nima deydi? "Va ma qadarullaha haqqa qadri." Nima uchun izip ketdi? "Va ma qadarulloha haqqa qadri." Allohni loyiqida tunmagan ular. Biz Allohni tunmagan bo'lg'achqa, boshqalar ko'mid deb boshqalarning haqqini evaldigan, boshqalar bilmid deb boshqalarningki mol-mulkini evaldigan, boshqalar bilmay qoldi boshqalarga gap tushuydigan, suxanchilik qiladigan, mushundaq ishlarni qilib qolamiz. Amaliyotda bu biz ishongan Alloh, anda Alloh emas u. Biz Alloh agar bir kameraga ishongan bo'lsak, nurg'ulg'an gunohlarni saqlab qoldik biz. Jamiyatga kishilarga ishonganchilik yoki jamiyatdagi kishilardan haqqanchilik, shulardan ayminganchilik, Allohdan aymingan bo'lsak, Allohga bo'lgan tunishimiz nurg'un ishlardan bizni saqlab qoldi. Demak, bizningki Allohga bo'lgan ishonishimiz nihoyat kamchil, tigi bo'sh, uning tigida Allohni tunish yotmaydi. Shuning uchun bizning iymonimiz xuddi saxt kiyimga o'xshash, ba'zi kiyimlar bor, dangliq markalik deydi. Amaliyotda u kaysi dangliq markalikmi? Yo'q, nima ishqa? Faqat markasini yozib qo'ygan saxta. Masalan, bir saxta 100 dollarni bersam, olib xarjlamamsizlar? Xarjlanmaysizlar. Nima ishqa 100 dollar deb yozilgan bo'lsa-mu, shakli 100 dollarga o'xshasa-mu, kelmaydi, qimmati yo'q. Chunki saxta. Iymonimiz sal shunga o'xshab qo'yadi. Iymon bormi? Bor. Ammo bu iymon xuddi saxta pulga o'xshash, kuchi yo'q. Bu sababdan bu iymon bizga muyib bermayotidi. Eng aqallisi bu et deganda bomdat namozig'imi vaqtida qo'piramayotidi ba'zida. Ba'zi gunohlarni bizni to'siyamayotidi. Yana buning sababi Allohni loyiqida tunimasligimiz. Shuning uchun biz bugun kunimizdagi bizning iymonimizning masalasi bo'lgan Allohni tunish uchun iymon darsligini, ya'ni Allohning ism va sifatlari darsligini qilyapmiz. Chunki biz bir shaxsni nima orqali tunaymiz? Ikki narsa orqali tunaymiz. Birisi qilgan ish orqali. Makem desak, paloni desa, masalan, qurilishchi deyli yoki bir bezakchi deyli. Ha bu paloniyadagi binoni salgan yoki paloni uyni yasagan yoki paloni ishni qilgan deb qilgan ishni ko'rsatamiz, andiki uni tunaymiz. Yoki olmaydi uning nom sharifini so'zlaymiz. Bu paloni doktor, professor yoki doktor deganga o'xshab uning sifatlarini so'zlab tuntimiz. Allohni muddal mushkil nuqtani tunaymiz. Birisi qilgan ish orqali, ya'ni qilgan ishiga nazar solish orqali tunaymiz. Allohning qilgan ishi qaysi? Biz yashayotgan ma koinotdan
tatib, quyoshdan tatib, havodan tatib, suvdan tatib yaratgan olma, mevzu va guruch, un hammasi Allohning san'ati, Allohning qilgan asiri. Bizning butun a'zolarimiz bedenimizmi, ko'zimizmi, qo'limizmi hammasi Allohning asiri. Hozir Elon Muskni bu yoshlar hammanglar bilasizlar. Nima orqali bilasizlar Elon Muskni kushab baqdinglar bilasizlar? Bilasizlar Messi'dan kushab baqdinglar, Ronaldodan kushab baqdinglar. Hamma tunislar yoshlarning hozir. Qanday tunislar? Tepgan to'pi orqali. Elon Muskni qanday tunislar? Yasagan mashinasi orqali. Steve Jobsni qanday tunislar? Atgan telefonlar orqali tunislar. Uni ko'rmasanglarmi, hayotingni kushab baqmasanglarmi, u odamni xil obdan tunislar. Hatto ba'zan futbolchilar manchi balasidan tatınışlar mumkin. O adamning aqliy qobiliyati, o adamning san'ati, o adamning zirakligi, topchining putining kuchidan tatib shunda bilisizlar. Demak, qilgan ishi orqali bir shaxsni ko'rmasakmi tunug'ul oldu. Shuningdek biz Alloh taolani ko'rmasakmi qilgan ish orqali, badanimiz orqali, yegan narsalarimiz orqali Allohning qudratini tuniy olamiz. Yana birisi ism orqali, sifati orqali tuniymiz Allohning. Alloh taolo bizga o'zini tunishni ikki xil yo'l bergan. Birisi koinotni yaratib qo'ydi, har xil narsani yaratib qo'ydi. Bizni o'ylansin, undan keyin yesin deb yaratdi, nurg'ulgan yemak-ichmakliklarni. Koinotni bizni yashsin deb yaratdi, lekin yashashdan ilgari ma bendem o'ylansin degan bir aqlni bizga bergan Alloh taolo. Ammo biz o'ylanmay yeymiz, o'ylanmay ichimiz, o'ylanmay nafasimiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga tunji qatim Alloh taolo nimda buyruq tushirdi? Tunji qatim o'qi dedi. Nimani o'qidi dedi Alloh taolo? Qur'on bormidi u vaqtda? Ya Qur'on tushunmagan tunji oyat u. Hadis bormidi? Yo'qda payg'ambarimizga tunji vahiy keldi. Diniy bilim yo'q u vaqtda. Nimani o'qidi dedi Alloh taolo? Koinotni o'qi. Ma oldingi mevzu kelsa, ay taqliqkan deb yemay. Ma mevzu nereden keldi? Uningdagi rang nereden keldi? Tem nereden geldi? Onun bedenindeki paylık ilminler nereden geldi? Ma kunde içivatkan süt nereden geldi? Ma akılsız kalama üstünden kanda berdi? Ma zehirli keseleristen bu şifalı kesel kanda çıktı? Vakti oylanıp andinki neygen? Kainatını okugan. Bu arkalık Allah'ını tunuğun dep bu neslerini yaratkan. Vahalenki akıllık insan bolsak mı? Oylanmay yeyimiz, oylanmay içimiz, oylanmay yaşayımız. Oylap bakınlar. Biz oylanmay yaşasak, tefekkür kılmay yaşasak, kelgüsümüz hakkında oylanmasak, ölüm hakkında oylanmasak, hayatlık hakkında oylanmasak, bu kainat hakkında oylanmasak, bir de bakınlar mı? Biyolojik cihette bizim hayvandan qanday farqimiz var? Mende bak göz koydum ba to'shki göz. Mening ikki putam bor, qo'yning 4 puti bor. Mendan jiq puti. Menda bor yurak qo'ydim ba. Nim farqimiz var qo'ylan bizniki? Tafakkur, aqldan iborat bir farqimiz var. Biz shuni ishlatmasak, biyologik jihatdan hech qanday farqimiz qolmaydi shu hayvonlardan. Valanki Alloh taolo bizga shuni ishlatish uchun bizni mohiyat yaratgan va butun narsalarni bizga bo'ysundirib bergan. Nima uchun? Banda mush aqldan iborat narsani ishlatib, o'zining kimligini bilsin. Mohiyatdagi g'oyasini bilsin, o'zining nereden kelganligini bilsin, nega boradiganligini bilsin. U koinotga shunda nazar soladigan bo'lsa, o'ylab boqinglar, bir dasturxonga o'xshaydi bu koinot. Ma'zum yerda o'ltasam, mega birisi meva ekib berdi, mega birisi qahva ekib berdi, mega birisi shokolad ekib berdi. Har xil narsani ekib bersa, men ekib berganimni ko'rmadim. Fakat qo'lni ko'rdim. Men deyman, meni yaxshi ko'radigan, mening yaxshi ko'radigan narsamni biladigan. Chunki men yaxshi ko'radigan mevani qo'ydi. Agar menga foyda qiladigan bir do'rni bilak qo'ygan bo'lsa, men hozir beshim og'rib qolgan hozir. Menga nimaning foyda qiladiganligini biladigan birisi men narsani ekibdi deb uningga akaganini ko'rmasammi, men hukm qila olamdimi yo'qmi? Qila olamiz. Aqliy jihatdan hukm qila olamiz. Ammo koinot qarasak, Alloh taolo daraxt degan bir o'simlik orqali bizga mevzularni sunib atadi. Bug'doy orqali unlarni sunib atadi, guruchlarni sunib atadi. Biz Allohni ko'rmadik. O narsalarda bizning badanimiz dal ehtiyojli narsalar bor. Bizning bedenimizden lazımlık narsalar var. Öyle bakınlar o biz yavatkan yemek içmekliklerini bizni bilmeydiğen birisinin yaratishi mümkün emas. Çünkü bizning bedenimiz ne ihtiyacık narsalar var onda. Hatta Allah Teala ma bendelerim buğdayını, aşı başaktin, olmani daraxtin, sütünü kalıdın, eselini hiridin hesaplap kalmışsın. Muşu narsalar muşunun kip kalmışsın. Dep biz aşı naz nimetlerini sungan narsalarını akılsız kıp koydu. Eğer aşı kalı akıllı kopqan bolsa, aşı esel heris akıllı kopqan bolsa biz her gün Allah'a şen kılmayız ken biz. O en akıllı kılanma bizge işlep çıkarıp berdi. Başının içine kirivasmı derizine çıkıp koysakmı çıkıtenmey, mingi üsüp çıkıtenmeydiğen bir akılsız hele onun için nurgulluğan, hatta nurgulluğan profesörler onu tadqiq qilib, rakkisliği mında şifalık ilmini tuvaken, palani keselge mında paydalık ilmini lavaken deb tadqiq qiladigan bir narsani akılsız haşerat işlep çıkardı. Nurg'un kishilar mush tadqiq etib doktorlik oladi. Nurg'un kishilar hasal ustida kasallarga shifolik moddalarni bayqash orqali har xil unvonlarni oladi. Agar ana shu hasallarni, ana shu sutlarni qali chiqadi, hasal haris chiqadi desak, o sutlarni tadqiq qilib bir odam doktorlik unvoni olgan bo'lsa, qaliga qanday unvon bersak ular. Chunki sutni bir odam tadqiq qilib unga bir unvon olgan bo'lsa, qalni texmi cho'ng professor desak bo'lgan. Demak, Alloh taolo ey aqlli bandalarim, masni qali bermadi. O bir sabab, o bir perda. Onun keyin mening bir qudratim bor. Men qalini perda qildim sana. Meni ko'r.
meni tunu demekçi Allah Taala. Ama biz Allah'ını tunu kılmayız. İnnel insane lekafur. İnsan mana başında tuzkur. Bu olmasa Allah Taala ma tabiatda bizning küzümüzge, üzünün barlıqına tıqıp tıqılıq küzümüzge. Allahsız yaşamaydiganlığımız küzümüzge tıqıp tıqılıq. Ama faqatlan biz kögünmaqlıq ve ki Allah'ın üzünü gösterdiğin alametler fevqulade jiq olganlıq için biz görmeklik. Xuddima yuruqluq hazır küçeytip assaqma yuruqluqni. Bir narsani görmeymiz go biz. Şunun o'xshash. Allah'ın nimeti şiddetinden köp bolganlıq için biz Allah'ını görmeybatimiz. Demek oylansak, tefekkür kılsak Allah'ın kılgan iş arkalık Allah'ını tunyalaymiz. Yani birisi qaysi olan Allah'ını tunuydu, Allah'ını tunuşun işki yolu vadı dokşunda ama birisi Allah'ın kılgan işleri, yani yaratkan nesleri. Yani birisi şu isim ve süpetleri. Biz mana shu sababdan ba'zida Allohning koinotlarini tafakkur qilgach, ba'zida Allohning ismini bo'ylab darslik qilyapmiz. Biz bugun o'qiydiganimiz Allohningki nihoyat go'zal va biz muhtoj bo'ladigan, har vaqt o'zimizning ojizligini his qilib, nima ish qilsak bo'ladi deb, insoniy sabablar topolmagan vaqtimizda beshimizni uradigan bir sifat. O'qaysi al-mujib, duolarni ijobat qiluvchi Alloh deymiz. Bu mu'min degan ajoyib bir izzatli, asli kuchli bir inson, birodarlar. Qanday desanglar, bir Allohga ishonmaydigan, Allohni yo'q deydigan bir inson, u dunyoda qiyinchilik uchraydi. Ba'zi o'zi ojiz qiladigan ishlarga uchraydi. Ba'zi o'zi kuturanmaydigan ba'zi bir musibatlarga uchraydi. U vaqtda o'sha odamlar qanday qiladi? Yig'lami? Qanday qiladi? Biz faqat qilolmaydigan yoki bizning toqatimizni oshgan bir ishga duch kelsak biz qanday qilamiz? Qo'limizni Allohga ko'taramiz. Hammaga qodir bo'lgan bizning bir ilohimiz bor. Bu koinotning egisi bor. Bizni bir yaratquchi bor deb Allohga duo qilamiz. Allah Teala bu ism arqali deydi ki: "Ey bandalarim, sizlar intayin aciz. Sizlar ana shundaq o'zinglar aciz kelgan bir ish kelgan vaqtida va yoki ba'zi bir qiyinchilik qushug'a vaqtida ud'uni astajib lakum. Mana duo qilinglar" deydi. Bek büyük bir izzat bu. Bir qiyinchilik qushug'ma deydigan ilohimiz var. Bir musibat qushug'ma bir dattukidigan, onunga halimiz aytadigan bir ilohimiz var. Buningdanmi cho'ng bir kuch, buningmi cho'ng izzat bo'lmasi mumkin. Chunki Allohga ishonmaydigan odam kimga deydi? Alloh taolo Qur'on Karimda va hadislarda deydi-ki: "Mana men duolarni ijobat qilguvchi, mana men sizlarning tevişlerini, sizlerinin yalvarışlarını anlamak için men deydi. Hazır cemiyette bulup yaşlarda nurg'ulan qiyinchilik var. Bazı vaqt imtihan qiyinchilik qilishi mumkin. Bazı vaqt hazır cho'nglarda iqtisod qiyinchiligi var. Sabablarni qilamiz, uni tuanda so'zlaymiz. Ammo chuqum duoga sal qaramasligimiz kerak. Biz bugungi kunimizda eng sal qarayotgan narsa duo. Nima sal qarayotimiz bilamsizlar? Duoga bo'lgan tunishimiz xato. Duoga bo'lgan tushunchimiz xato. Hatto yoshlar bu masalada ba'zi imoniy nuqtalardan ba'zi vasvasaga tushib qiliqliq. Nima ish qiladi desa, biz to'xtamay duo qilyapmiz shunda. Ba'zi vaqtda duo qilamiz, bizning tilagan narsamiz bo'lmasa yoki Alloh taolo ba'zi tilagan narsamizni Alloh taolo duoyimni ijobat qilmaydi demaymiz. Alloh bormidi yo'qmidi? Mening duoyimni anglaganmidi, anglamaganmidi? Alloh taolo bo'lsa Qur'on Karimda menga duo qilinglar, men duoyingni ijobat qilaman degan tursa, nima deb menga tilaganimni bermaydigandi deb o'ylab, hatto imoniy jihatdan vasvasiga tushib qolishimiz mumkin. Shunga old bilan biz bu mujib bo'lgan, duolarimizni anglag'uvchi bo'lgan Alloh taoloni to'g'ri tushunishimiz kerak. Unda bo'lsa, old bilan duo degan nima qarindoshlar? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom duoni tushuntirib, ad-duo huval ibada deydi. Dua bir ibadet, namaz bir ibadet, ro'za bir ibadet, hac bir ibadet, jihad bir ibadet. Şunun o'xshash dua bir ibadet. Duani ko'pincha ilm birim munosabati tushunasizlar. Menga pul lozim bo'ldi, Allohga duo qilaman, ey Alloh taolo pul bergin. Shundaqo, to'g'ri, Allohdan bir narsa so'raymiz. Ammo dua biz ehtiyojli bo'lgan vaqtda Allohga qiladigan ibodat. Kun egilgan vaqtda peshim o'qiymiz, kun batgan vaqtda shom o'qiymiz. Nimishqa vaqti shu. Shunga o'xshagan biz bir qiyinchilik quchgan vaqtida, endi nimaning vaqti keldi? Duoning vaqti keldi. Allohga duo qilamiz. Oldin shuni tushunishimiz kerak. Duo ibodat. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ad-duo huval ibodat deydi. Duo ilm bir munosabati emas. Men duo qilaman, sen ba emas. U bir ibodat. Ba'zilaringlar o'ylab qolishingiz mumkin. Mashinaga vaqtda duo qilamiz shundami? Subhanallazi sakharna hada va ma kunna lahu muqrinin. Ba'zilar paloni mashinaga vaqtda mushu duoni o'qigan, lekin qatnash vaqasi kuchurdi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu qatnash haydigan vaqtda o'qiladigan duo, shu qatnash haydigan vaqtda u duoning vaqti. Bu deganlik duo qilsang chuqum shu berdi deganlik emas. Duoning ijobat qilishining bir qancha xil shakli bor. Biz uni tuanda so'zlaymiz. Oldin shuni tushunishimiz kerakki, duo bir bandaninki Allohga yaqinchilik qiladigan, o'zining shikoyatini aytadigan, tilaklarini aytadigan bir xil ibodat shakli. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'aukum." Ey Muhammad, ularga ayting, agar sizlarning duoinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Demak, bizni Allohga bog'lab turadigan, Allohning bizni himoyasiga og'izib turadigan bizim duayımız. Vahalenki biz namazını okuyumuz, onumuzdan kopup gitimiz, duadan naiti mahrum kılıvatımız, özümüzün kançilik derecede yaxşılıkta mahrum kalgalığımızdan bir haber. Vahalenki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi, duayınlar bulmasa Allah size perva kılmaydı o deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayı degendek, "Udu'uni estecib lekum." Bana dua kılınlar, ben icabet kılmaya dedi. Hem de muş yaşlarının kalısıkan muş ergenin bir nesi takışıdı. Ramazan'da dua kılımız toplaşıp, ondan başka her xil şekilde, çıraylık okuyduğun karımlarının keyinde, üllük, yığılıp her xil şekilde dua kılımız. Bazı vaxtda özümüz yalğızımı dua kılışımız mümkün. Dualarımız icabet olmadı
berdi deb o'ylab qolishimiz mumkin. Oldindan buni tushunishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda sizlar nima tilasanglar shuni berman demadi. Duoinglarni qabul qilaman, duoinglarni ijobat qilaman dedi. Bu nima deganlik? Men hozir balamga, balam sen nima desang men qilib beraman desam, balam taqa 5 yoshga kirdi. Balam menga, dada menga $100 bering desa, men qopab $100 emas, 15 pul beraman, 5 TL berishim mumkin. Ashuni o loyiq ashu. Agar o 5 yoshlik balam, dadasi menga nima sen qilib berma degan, to'yimni qilib bering desa, men to'yni qilib beraman deyman. Yo'q, chunki vaqti emas. Har bir ishning vaqti bor. Biz tilaymiz, Alloh taolo bizga eng yaxshisini beradi. Masalan deylik, sizlar bir kasal hozir, dorixon kirdinglar. Menga falan dorini bering deb doktorga dedinglar. Doktor dorini qo'lga oldi, sizning kasalingni ko'rdi, doriga qaradi. O dori sizga foydali bo'lsa, sizga beradi. Agar sizga ziyonli bo'lsa, sizga bermaydi. Agar sizga u dori foydali emas, boshqa bir dori foydali bo'lib qolsa, u doktor sizlarga boshqa bir dori beradi. Bu shu uchinchi xil ahvolda doktor sizlarga deganinglarni qildimi, qilmadimi? Birinchi qatib kirdinglar, masalan, sizlar bir dorini, mushuk dorini bering dedinglar. U dorini yesangiz sizga ziyon qildi. Kasallik egilishib qoldi. U dorini bermadi. Sizga yaxshilik qildimi, yaxshilik qilmadimi? Yaxshilik qildi. U dorini bermay boshqa bir dori berdi. Sizga yaxshilik qildimi, qilmadimi? Ham yaxshilik qildi. Siz hozir yoki dori yesangiz bo'lmaydi ekan, yoki vaqt emas ekan, yoki o'tib ketib dori bermadi. Yine yaxshilik qildimi, qilmadimi? Qildi. Allohning bizning duoyimizni ijobat qilishi dal shunga o'xshaydi. Biz Alloh taoladan bir narsani tilaymiz. Alloh taolo ijobat qilma, anglayma duoyinglarni, qabul qilma dedimi? Bizga foydali bo'lsa, Alloh beradi. Bizga keyin foydali bo'lsa, keyiniga so'raydi. Boshqa bir narsa foydali bo'lib qolsa, boshqa bir narsa beradi. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda Allohning duoni ijobat qilishi tuvandagi 6 turlik bo'ladi. Birinchisi, tilagan narsamizni shu vaqtida taqdirimizda bo'lsa, Alloh taolo o'zining hikmatiga uyg'un shaklda bizga beradi. Bu bir xil bir shakli Alloh taolaninki. Ikkinchi birisi, Alloh taolo shu vaqtda bermaydi, ammo kechiktirib, ham yaxshisini beradi. Masalan, Yusuf alayhisalom quduqqa tushib ketdi. Dadasi Yaqub alayhisalom Yusuf alayhisalomni qaytarib bersin deb duo qildimi? To'xtamay duo qildi. Hatto ko'zi ama bo'lib qoldi. Agar Alloh taolo Yaqub alayhisalomga duosini ijobat qilib, Yusuf alayhisalomni quduqdan chiqarib bergan bo'lsa, Yusuf alayhisalom Yusuf shaklida Yaqub alayhisalomning qo'yniga qaytibdi. Ammo Alloh taolo duosini ijobat qildi, lekin tiligini bermadi. Qanday qildi? Kechiktirdi. Misrga aziz qilib, ya'ni Misrning ministri qilib, ondan keyin qaytarib berdi. Duosini ijobat qildimi, qilmadimi? Demak, bizning duolarimiz ba'zi shunga o'xshaydi. Alloh taolo shu vaqtda bermaydi, lekin keyin texim yaxshisini beradi. Lekin biz inson oldirab qilib, nima uchun uning duosini ijobat qilmaydiganda deymiz? Lekin Alloh taolo biz tuxum tilagan bo'lsak, tuxum berishni iroda qilayotgan bo'lishi mumkin. Biz biliq tilagan bo'lsak, Alloh taolo bizga qomoq yoki to'r berishni iroda qilayotgan bo'lishi mumkin. Har ikkilisi bu duoning ijobat shakli. Uchinchisi, biz bir narsa tilaymiz Alloh taolodan. Alloh taolo bizga tilagan narsa emas, tilamagan boshqa bir narsani beradi. Bu vaqt qanday vaqt desanglar, Alloh taoloning bizga tanlab berishi. Biz bir narsani tanlaymiz, Alloh taolo "Ey bandam, men sana yaxshi emas" deb boshqa bir narsa bizga tanlab beradi. Bizning tanlaganimiz yaxshimi yoki Allohning tanlagani yaxshimi? Albatta, bugunni, atini, kelgusini biladigan Allohning tanlashi yaxshi. Ammo inson faqat shu bir turli bilan eslab olib, "Osh tiligini bermasa, Alloh duoni ijobat qilmaydi" deydi. Amaliyotda bu to'g'rimi? To'g'ri emas. Chunki Alloh bizga yaxshisini o'zining hikmatiga uyg'unini beradi. To'rtinchisi, Allohdan tilaymiz, tiligimizni bermaydi. U bizga ziyonli qilishimiz uchun bermaydi. Unda o'z duomizningki qarshiligini ketdi. Duomiz bekorga ketdimi? Yo'q. Biz ibodat qilganlikdan iborat savobga erishaveramiz. O qiyomat kuni bizning tarozimizga tushib, bizning tarozimizni eg'ira bostiradi. Ba'zi vaqtda ba'zilar ziyonli qilsa Alloh taolo bermaydiganligini payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tillar orqali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom unda deydi. Innalloha taala liyahmi 'abdahul mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum at-ta'am wa sharab taxafuna alayhi. Alloh taolo o'zining bandasini dunyoda ba'zi tilgan narsani bermaydi. Va huwa yuhibbu. Vaholanki Alloh taolo uni yaxshi ko'radi deydi. Kama tahmuna maridakum at-ta'am va sharab taxafuna alayhi. Xuddi sizlar kasalni yaxshi ko'rganligingiz uchun ba'zi tamoqlardan, ba'zi ichimliklardan cheklaganga o'xshash. Masalan, hozir putinglar sim ketib yoki bir davolanib Palani tamoqni yemang deb doktor sizning palani tamoqni cheklagan bo'lsa, palani narsani ichmang deb cheklagan bo'lsa, sizning o'ch ko'rganligimi? Yo'q, sizning yaxshi ko'rganligi. Mushunga o'xshagan Alloh taolo bizga kuyinib, bizni yaxshi ko'rganlik uchun ba'zi tilgan narsalarimizni bermaydi. Chunki inson degan qaranglar, kelgusini faqat bilmaydi. Ati nima bo'lishini bilmaydi. Inson tunigan qilgan ishimiz pushmon qilamiz biz. Astag'firullah qilsam bo'pti ekan deb. Vaqt deydigan narsa Alloh taologa nisbat berilmaydi. Alloh taologa nisbatan bugun bilan atining hech qanday farqi yo'q. Shunga Alloh taoloninki tanlashi, Alloh taoloning berishi eng go'zal. 5-tur, biz bir narsani so'raymiz, biz uningga loyiq olmoqlik uchun bizga bermaydi Alloh taolo. Masalan, deylar hozir bir balog'at kelmagan bola hozir to'y qilib beramiz, biz to'y qilib bermaymiz, chunki vaqt emas. Shunga o'xshagan biz ba'zi ishlarni tilaymiz Alloh taolodan. Biz loyiq bo'lmasak Alloh taolo bermasligi mumkin. Masalan, masjidlarda ey Alloh, mushu bizga vatanimizni qaytarib bersizlar. Ey Alloh, biz mushu Xitoylarni qo'llab chiqarib bersizlar tilaymiz. Nima uchun bermaydi? Biz hozir bir vatan emas, kichkina yerda Uyg'urlar bir sig'ishib taxab biyakib yashamayotsak, qo'limizga Xudoyim davlatdek, quroldek, ashundaq
Narsani bilib qo'ysa hozir, o'qni kimga atamiz? O'zimizga atamiz. Balog'atga emigadan appagilar bo'lmagan o'xshash, mas siyosiy jihatda balog'atga yetmagan millatga g'albu nusratni appagilar bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo bizning bu duolarimizni ijobat qilmasligi mumkin. Biz oldin o'zimizni loyiq qilsak, ondan keyin Alloh taolo bu duoyimizni ijobat qilishi mumkin. 6-inchisi eng oxirgisi, ba'zida duolarimiz ijobat bo'lmaydi qarindoshlar. Nima uchun? Duoni to'sab qo'yadigan bir qancha sabablar bor. Onun birinchisi yegan narslarimizning, ichgan narslarimizning, kiygan narslarimizning, haydigan narslarimizning, o'ltirgan uylarimizning haloldan bo'lmaslik. Biz duoni ig'zimizda qilgandan keyin yegan, ichgan narsamız halol bo'lsa, o'ltirgan uylarimiz, kiygan kiyimlarimiz haromdan bo'lsa-mu, duolarimiz ijobat bo'laveradi deb o'ylab qolmaylik. Yegan, ichgan, kiygan, haydigan, o'ltirgan narsalarimiz harom bo'lib qolsa, duomiz ijobat bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda nayt uch qilib, shundoq bir odam bor, u musofir deydi. Musafir degan qanday adam? Duosi ijobat adam. Yamud biyadayhi lis-sama, osmonga qo'lni ko'taradi deydi. Uning musofirligi duo ijobat qilishining bir sharti tahi. Qo'lni osmonga ko'tarishmi duoning ijobat qilishining yana bir sifati. Qo'lni osmonga ko'tardi, ey Robbim deb Alloh taoladan bir narsalarni tilaydi. Va mat'amuhu haram. Uning yemiki haram, va mashrabuhu haram, ichmiki haram, va malbasuhu haram. Kiyim-kechigi haram, va g'uddiya bil haram. Bu shundoq harom bilan uzuqlanib cho'g'ilgan. Fa anna yustajabu zalik. Uning duosi qandoq ijobat bo'lsin deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Demak, duolarimiz ijobat bo'lsin deyotganmiz. Kelimizni saqlash, kiyimimizni, yemak-ichmakimizni, o'ltiruqimizni, har narsamizni, o'zimizga oid bo'lgan narsalarni haromdan saqlashimiz bu duoni ijobat bo'lishining birinchi sharti. Vallahi biz bugungi kunimizda mayli oshxonalar bo'lsin, shubilik narsalarga oid ig'ir olishib ketib turadi. Hatto Xitoydan binasi achiq turib tomoqqa qo'shadigan, Xitoydan achiq turiladigan, Xitoyning markasdagi tayacha bo'landi. Shuni o'xshagan narsalarni yeydigan ahvol xeyli yaxshi odamlarning orasida ko'rilganligi odamni qattiq afsuslantiradi. Bunda qilib turib, ya Alloh, vatanimizni ozod qilib bersizlar. Voy Alloh, Xitoyni qo'llab bersizlar deb duo qilsak, fanna yustajabu zalik. Qanday duomiz ijobat bo'lsin? Gelimizni pokizlamay turib. Ikkinchisi qarindoshlar, duoni Alloh taolo ijobat qilmadi-ku deb oldirab qilish bu duoni ijobat bo'lishini to'sib qo'ydi. Bu xuddi Xudoyimni oldiratgandek bir ish bu. Allohdan tildikma, qalbimiz emin bo'lib Allohga qo'yishimiz lozim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Oldirab qolmasalam sizlarning biringlarning duosi ijobat qilinadi deydi. Da'awtu falam yastajib li. Bir odam men duo qildim, duoim ijobat qilmadi. Mushu gap bizning duoimizni buzib o'tadi deydi. Shunga sizning tiqib ijobat bo'lmagan duoinglar olib qolsa, sabr qilinglar. Duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deb bu gapni deb samanglar. Allohga topshiringlarmi? Alloh taolo uni eng yaxshi paytda, eng yaxshi shaklda cho'qim o'zining hikmati bilan uni ijobat qiladi. Yana birisi bixut holatda duo qilish qarindoshlar. Duoning ijobatini to'sib qo'ydi. Masalan, o'pchi duo qilish yaxshi. Chunki uning ichida yetimlar bo'lishi mumkin, musofirlar bo'lishi mumkin, solih kishilar bo'lishi mumkin. Bu bir yaxshi ish. Ammo bu o'pchi duo qilish ibodat tusidan faoliyat tusiga o'tib, shakli tusini olib qolsa, bu vaqtda bunda duo ijobat bo'lmaydi qarindoshlar. Shunga ma'lum bir muddoada olib boradigan bu xil faoliyatga aylantirishdan qattiq saqlanishimiz lozim. Duoimizning ijobatini to'sib qo'ygan yana birisi, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ith aw qati'at rahm. Gunohni yoki tuqqandachilik uzadigan ish bilan duo qilmasa Alloh taolo u duoni ijobat qiladi deydi. Ya'ni masalan Alloh taoladan pul tildinglar. Ko'ngilni o'ylangda, "Xap pul topsam, paloniga o'xshash, menga cho'ngchilik qildim. Men pul topsam, ashunga mashinada ko'zim bir o't chiqarmasam, yoki noche kiyimniki bir ashunga bir yo'g'onligimni ko'rsatmasam" deb, shu Alloh rozi bo'lmayotgan ishni maqsad qilib duo qilib qolsanglar, bu duo ijobat bo'lmaydi deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Shundaqla tuqqandachilikni uzishni maqsad qilib, masalan, "Ey Alloh, menga bir pul bersam, dadamga bir muhtojlab qolmayman. Pul topsam, dadamga qolmasmi? Dadamga yollamasmi?" degan mahil niyat bilan duo qilsanglar, xotirjam bo'linglar, u duoinglar ijobat bo'lmaydi. Chunki bu pul topsanglar, vafosizlikqa, dadangni sirahni uzishga beradigan bir duo bu. Ey Alloh, pul bersam, ota-onamga bir yaxshilik qilsam, ota-onamni haram gap qilsam, qilgan ajrini ozroq o'zim qaytarib olsam deb ma'niyat qilsanglar, del aksiya bu eng ijobat bo'lishga yaqin bir duo. Undan boshqa eng muhimdan birisi, biz ma'lum bir narsani tilaymiz, rizq tilaymiz, pul tilaymiz. Chuqum imkoniyatimiz bor sabablarni turib duo qilamiz. Agar imkoniyatimiz bor, sabablarni qilmay turib duo qilsak, qarindoshlar, bu duo ijobat bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. U ish bir sababga bog'liq. Sizlar sababni qila olasizlar, qilmay turib, kechqisi o'rganish qilmay turib, ati imtihon bor. Ey Alloh, atimni imtihonni o'tkazib qo'ygin. Yoki ey Alloh, kechida mening tushimga atlik imtihon savol qog'ozini kiygizib qo'ygin, tushimni ko'rsatgin deb qancha duo qilib ketinglar. Sizlar o'rganish qilmay, u imtihonni o'tolmaysizlar. Xotirjam bo'linglar. Sizlar qo'lingizga sababni qilsizlar, o'rganisizlar. Ashu qopqon ishig'ida o'rganishlikni qilib bo'lib, ey Alloh, men qo'limdan keladigan sababni qildim. Qalbimni ochib deb duo qilsanglar, bu mu'minning duosi bo'ldi, bu ijobat qilinadigan bir duo bo'ladi. O'ylab boqinglar, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni Alloh taolo qanday qilib urush qilsa, nima uchun Badr urushi qildi Rasululloh, nima uchun Uhud urushi qildi, shishim ketdi Rasulullohningki, tog'isi shahidlab ketdi, nima uchun ashuna jafo qilsa Rasulullohning bo'lsa, Rasulullohning duosi ijobatdi. Ijobat. Duo qilib lekin Makkani fath qilib olsam dedi. Duo qilib lekin Madinaga davlatni qurib olsam dedi. Sabab qilishing kerak. Sabab qilib, andan keyin duo qil. Payg'ambarimiz qanday qildi? Jangga chiqib bo'lib, sabab qilib, andan keyin duo qildi. Uyda o'tirib duo qilmadi. Bu nuqtani hammamiz tushunishimiz kerak.
Ondan başqa dua ijobat bo'ladigan ba'zi bir vaqtlar bor. Alloh taolo bizning duoimizni texmi ijobat qilish uchun yoki bizni shunga qiziqtirish uchun. Chunki inson ma'lum bir vaqt belgilansa, qiziqi dua shunga. Shu vaqtlarda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tili orqali duoning ijobat bo'lishiga yaqin ekanligini payg'ambarimiz orqali bizga yetkazgan. Uning birinchi qaysi desanglar, azan bilan takbirning o'tirisi. Muazzin azan to'ldi, takbir chiqib bo'lguncha 15 minut vaqt bor. Shu vaqtda duo qilsanglar, bu ijobat bo'lishiga eng yaqin vaqtlarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ad-duo la yuraddu bayna al-adhan wal iqama. Azan bilan iqomatning o'tirisidagi, ya'ni takbirning o'tirisidagi duo qaytarilmaydi deydi. Ikkinchisi kechining oxirgi 3dan biri. Ya'ni bomdod namoziga azan chiqishdan 1,5 soat ilgari yoki 2 soat ilgari qilgan duo qaytırmadı. Çünkü bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah Teala ama dünya asmını çöp her günüsü keçinin ahirki üçünden birisi men yed'uni fe estecibu leh. Kim bana dua kıldı ben onun duasını cevap kılma dedi. Biz bugün Allah'ın qaysi ismini okuduk? Mucib ismini okuduk. Allah Teala mucib boğanlık için her günü dünya asmını çöp. Kene menden bir nesteleydiğim bendilerim de. Boşundak deydi o deydi. Üçüncüsü secde. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ve huve sacid. Bir adamın özünün Rabbine en yakın bulduğu vakti secde kanalıdır. Özün öyle bakın secde kanalıdır. Tefekkür qilib baksanlar özün Allah hakikaten yakın his qilsizlar. Şuna secdedimi dua qilishimiz gayet muhim. Endi ma'liqi. Fariz namazlarda çoğun me'sur dualarını kılışımız lazım. Me'sur deganimiz Peygamberimiz Muhammed'in hedisi degan şu Arap şekildeki dualarını kılışımız lazım. Ama nafil namaz olup kalsa bunun da adamning gipiga o'xshamaydigan. Yani mesela maşini ve öy ve degan emas. İnsan kılınmaydigan işler var. Saqliq va yoki rizqimni ekan qil, xotirjamlik ato qil degan mahal şekilde dualarni uyg'urcha qilsimi nafil namazda bo'ladi deydi bir qism olimlar. Şu an secdeki vaqtdagi duanimi qo'ldan bermaslik lazım. Ondan boshqa tashahhudninki oxirida at-tahiyyatda o'tirmizgo. At-tahiyyatni o'qiymiz, Allohumma salli alayhi o'qiymiz. Eng oxirida şu vaqtda duo qilishmi? Duaning icabet oluşu en yakın vaxtlardan birisi. Yine birisi Cuma günü əsrdən keyin gün patqan bu arlıq dua icabet olğan en yakın vaxtlardan birisi. Ondan başqa ata-anaga yaxşılıq qilgan adamның duası icabet oldu. Bu vaqtda sizlar köpünsünüz bildiğin bir qissa var. 3 kishi qarg'a qısılıb qaladı. Şu 3 kishininki qarg'a qısılıb qalğan vaqtda duası icabet oldu şunda o. Her birisi bir azraqdan dua qilgan vaqtda qarның ishki azraqdan eşlep qutuldu. Şunun içinde bir adam var. Qaysanın içinde var? O ata-anasına yaxşılıq qilgan, hatta axşam üstünü götürüp gelse anası uxlab qalğan bolsa, "Mushtu bir uçurvasan buldu" deb 5'ini saqlab turib taң atquzgan, anası üstünü uçurup uxlagan bir adam. Şu tüpeyli, şu anası qilgan yaxşılıq tüpeyli onun duası icabet olğanlığını Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizga deb bergan. Bizim duayım icabet olsun dedikanmiz, ata-anaga yaxşılıq qilishga hayat olsa, amaliy yaxşılıq qilishimiz kerak. Vafot bo'lib ketgan bo'lsa, duo orqali, shu qilgan nasihatlarni ijro qilish orqali yaxşılıq qilishni davom qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni to'g'ri shaklda duo qildigan, duosi ijobat kishilarning qatoridan qilib bersin Alloh subhanahu va taolo. Hammamizni iymonimizni mustahkam qilsin Alloh subhanahu va taolo. Biz bugungi darsda shuni his qilishimiz kerakki, bizning Robbimiz bizni yaratib tashlab qo'ygan Robbimiz emas. Bizning Robbimiz yaratib, nima ish qilganligimizni bizga bildirib, andan keyin bir qiyinchilik uchursangiz mendan so'ranglar, menga danglar, keyningizda men bor, men ilohinglar, men hammaga qodir degan bir zot. O'ylab boqinglar, biz musulmonlar aynda insonlar biz. Hammaga qodir Robbimiz var bizningki. Nima qo'rqimizdan davib qolsa, nima tushkunlik, nima iziklik bu masalan bu. Kuchlik Robbimiz var bizningki. Bu yeni bizning iymon masalasi. Keyningizda masalan bir shahar boshlig'i yoki bir saqchidan birisi, "Hey, keyningizda men borjumu? Sen nima ish qilsan qilib yasha" deb qo'ysa, qanchalik uyg'onib ketsizlar masalan. Bir davlat boshlig'i bir qatim ko'shab qo'ysa, o'zingni qanchalik cho'ng siqib ketsizlar masalan. Ma koinotning egisi ud'uni deydi. Ma duo qilinglar. Men sizlarga yaqin deydi. Unda bo'lsa, iymonliq mo'mindir, kuchlik, izzatlik bir odam yo'q. Chunki bizning duo qilsak anglaydigan, eshitib turadigan, ko'rib turadigan, bizga eng yaqin bo'lgan Robbimiz, mujib bo'lgan Alloh subhanahu va taolo bor. Alloh taolo hammamizni va Alloh taoloni haqiqiy shaklda tunigan, haqiqiy shaklda ishongan, haqiqiy shaklda hurmat qilgan, haqiqiy shaklda yaxshi ko'rgan va o'zi rozi bo'lgan shaklda ibodat qilgan kishilarning qatoridan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.